Allo, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. O'lmas opajonim, siz bo'lasizmi? Ha, Yaxshimisiz, salomatmisiz? Xudoga shukr. Salomat bo'ling. Bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q, o'zingiz yaxshimisiz? Allohga Alloh shukr. yaxshi. Alhamdulillah, rahmat aziz opajonim. Bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Shukronali, Rahmat, shodiyonali kunlar rahmat, qarshi olgan yangi yoshlar bilan rahmat, sizni chin dildan rahmat, tabriklaymiz. rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Ilohim Rahmat, rahmat. Sizni ham umringiz uzoq bo'lsin. Tanu joningiz ham sihat rahmat, salomatlikda, omonlikda bo'lsin. rahmat. Bu dunyoning bor ezgu tilaklarini, ikki dunyo saodatlarini, rohat, farog'atlarini ham siz uchun tilab qolamiz aziz opajonim. Chiroyli niyatlar ila boshlangan kuningiz siz uchun eng baxtli daqiqalarni va fayzli onlarni hadya etaversin deya barcha yaxshi va samimiy tilaklarni sizga yo'llab qolamiz. Rahmat. Sizlarga ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Iloh, O'ylagan orzu niyatingizga yetinglar, bolalaringizga bosh bo'linglar. iloh, Sizlarni ham nima o'ylagan niyatingiz hammasi ro'yobga chiqsin. ilohim aytganingiz kelsin. O'zimni tanishtirib o'tsam, kutilmagan qo'ng'iroqlar radio loyihasidanmiz. Shu loyihani boshlovchisi Kaminagul Hayyoxon bo'laman. Bugun biz loyihamizga siz uchun yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz chiroyli tilaklarini, tabriknomasini siz tomon yo'llab qoldirgan ekanlar. Ushbu tabriknomamizni asosiy muallifi kim bo'lishi mumkin endi, nima deb o'ylaysiz? Madam endi qizim emasmikan? Albatta, ismlari Feruzaxonmikanlar. mashalloh, juda ham to'g'ri aytdingiz. Albatta, kuyovingiz Ulug'bek aka va qizingiz albatta Feruza opa tomonlaridan va barcha nabiralar nomidan kelibdi ushbu tabriknoma siz uchun. Rahmat. Tanjon sog' bo'lsin, eri bilan qo'sha qolsin. Iloh, Onasiga bosh bo'lsin, o'ylagan hamma yaxshi narsalarga yetsin. iloh, Uni ham Alloh farzandlari mani e'zozlagandek, uni ham Alloh mani bolalarini ham e'zozlasin. iloh, O'ylagan hamma yaxshi narsalarga yetib yursin. Tanjon sog' bo'lsin. Rahmat. ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Martabangiz bundan ham yuqori bo'lsin. Baraka topinglar. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat aziz opajonim, boringizga shukr. Rahmat. Siz uchun atalgan chiroyli tilaklari, tabriknomasi ham bor ekan kuyovingiz va albatta qizingizni. Uni ham o'qib eshittirmoqchi edim sizga. Minnatdormiz, marhamat qabul aylang. Assalomu alaykum, mening nur yuzligim, yo'ldan ham nafis bo'lgan mehribon onajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz Allohimga banda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Mehribonim, men va barcha yaqinlarni baxtiga doim sihat salomatlikda, omonlikda bo'ling. Dunyo turguncha yonimizda duogo'yimiz bo'ling. Umrlarni eng mazmunlisini, barokatlisini, xayrli amallarga to'la bo'lgan umrlarni ko'rib yuring onajon. Allohim sizdan rozi bo'lsin. Dunyo va oxirat saodati bilan siylasin. Bizni, nabiralaringizni, evaralaringizni ham rohatlarimizni, baxtu kamolimizni ko'rib yuravering. Inshaalloh Alloh baytlari bo'lmoq baytullohlarni ziyorat qilib, ibodatlarda sobit qadam bo'lib, Alloh roziligini topish nasib aylasin. Xonadonimizni fayzi, farishtasi, yoritguvchi hiloli siz onajon, bizlarga bergan go'zal tarbiyangiz sababidan, oltinga teng duolaringiz sababidan yuzimiz yorug', har yerda qadimizni tik tutib yuramiz onajon. Bizlarni shu yoshimizgacha oq yuvib boqtiradingiz. Bemor bo'lsak, bizdan ko'p ozor chekdingiz. Hammasi uchun rahmat. Sizga jannatim onam, ilohim baxtimizga hamisha sog' bo'lib yuring. Og'rimasin joningiz onam, menga dunyo bo'lar qorong'u. Tor ko'rinar bu yorug' olam, baxtim bo'lib yuring doimo. Og'rimasin joningiz onam, boringizni berdingiz qancha. Oq yuvib, oq taraldi tanam. Uzoq umr ko'ring va xascha og'rimasin joningiz onam. Bolam deya menga tirgaksiz. Siz jonimga jon bo'lgan malham, menga juda biling keraksiz. Og'rimasin joningiz onam deya mana shunday chiroyli tilaklarni barchasini siz uchun yo'llabdilar. Sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin, rizqi baland bo'lsin. Xo'jayini bilan qo'sha qolsin. Kuyovimga ham ming martadan rahmat. Tarbiyalagan ota-onasiga rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin. Qizim bilan qo'sha qolsin, bolalariga bosh bo'lsin. Yaxshi to'ylar qilsin, yaxshi kelin, yaxshi kuyovlar qilsin, yaxshi navaralar qilsin. Mansabi bundan ham yuqori bo'lsin. Kuyovim ham ishini rivojini bersin, omadini bersin. Oy bilan Allohim yetkazsin. Qizim ham imtihonlardan esalomon o'tib olsin.
baland mansablarning egasi bo'lsin. Bolalari ham meni e'zozlagandek, ona otasini bolalari ham e'zozlasin. Hamma bolalari yaxshi joyga kelin kuyov bo'lib, yaxshi farzandlar bersin. Ularda qizi ham qo'shganidan qo'shiq qilsin, nevaralari ko'payib ketsin. Xudoyim nimaki Allohimdan nima niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga, hammasiga har doim yetib yurishini farzandlarimga ham nasib qilsin. Kuyovimga ham rahmat, qizimga ham rahmat, hamma bolalariga tan joy rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Mansabingiz bundan ham yuqori bo'lsin, tan joyingiz sog', rizqingiz baland bo'lsin. Kattakon rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat sizga. Kattakon rahmat. Kutilmagan sovg'a bo'ldi menga. Kattakon rahmat. Mansabingiz bundan ham yuqori bo'lsin, rahmat. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Doim barchalarning vaqtiga sog' bo'lib yuring. Rahmat, kattakon rahmat. Rahmat sizga ham. O'zingizni asrab avaylang, salomat bo'ling onajonim. Rahmat.